Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va abituriyentlar. Bu videomizda siz Mardiyevlar abituriyent tayyorlov markazining A+ sertifikati sohiblari tomonidan berilgan maslahatlarni, ya'ni topshiruvchilarga, sertifikat topshirmoqchi bo'lganlarga berilgan maslahatlarni tinglaysiz. Assalomu alaykum. Men Mansur va Nargiza A+ sertifikat sohibasiman. Siz uchun eng qiynalgan mavzu qaysi? Men uchun kimyo fanidan eng qiynalgan mavzuyim organika bo'lgan. Lekin vaqt o'tishi bilan organika ham oson tuyula boshlagan. Chunki odam harakat qilaversa, hamma qiyin narsa asta-sekin osonlashib ketaveradi. O'zingizni dars qilishga qanday majburlagansiz? To'g'risi, men dars qilishga hech kim majburlamas edi, lekin kimyoga kelishni boshlaganimdan keyin markazimizda shunday tartib bor edi. Darsxonaga kirdikmi, boshqa narsalarga chalg'ish yo'q edi. Faqat dars qilardik, chunki domla qo'ymas edi boshqa narsalarga. Sizningcha A+ olishga nima sabab bo'ldi? A+ olishimga sabab mendan oldin topshirganlar, A+ olgan o'quvchilarga havasim kuchli bo'lgan. Keyin abituriyentlarda shunday narsa bor, sabr qila olmaydi. Masalan, zo'r tayyorlanadigan o'quvchilar ham bo'lgan, mendan ham kuchlilari bo'lgan, lekin ular sabr chidamay B+ yoki B olgandan keyin ketishgan. Lekin qayta topshirganlar, keyin o'zini ustida ishlaganlar albatta natija qilgan va men bu A+ olishimga asosiy sabab sabrimda va keyin uslubimizda, ya'ni shu tartibimizda bo'lgan. Bizni kimyo markazimizdagi shu testlarni qaytadan ko'rishimiz, qo'shimcha testlar ishlashimiz, darsdan keyin qolib tayyorlanishimiz ancha katta foyda bo'lgan A+ olishimga. O'qish davomida charchagan vaqtlaringiz nima qilgansiz? Men darsdan charchagan, darsdan chalg'igan vaqtlarim telefon bilan relax time qilganman. Bu men uchun chunki odatiy hol, chunki men har doim telefon ishlatib kelganman. Lekin abituriyentlarga buni tavsiya bermayman, chunki hamma ham bir xil emas. Telefon bilan darsni birday ushlab keta olmaydi. Lekin telefondan to'g'ri foydalansa, bu juda ham yaxshi. Siz uchun sertifikat testini savollarining murakkabligi qanday edi? Sertifikatda hamma biladiki, 35 ta, keyin 5 ta yopiq savol bo'ladi. 35 ta ochiq savolda men 1 soatda ishlab tugatganman, chunki men uchun bu savollar oddiy savollar deb tuyuldi. Lekin hamma biladi, sertifikat savollari bitimidan anchagina murakkabroq. Lekin men yaxshi tayyorlanganim uchun o'zimga uverenman, chunki bu men hammasi ko'rib chiqqan savollarim edi. 5 ta savolni esa 4 tasini ishlaganman. Bittasiga vaqtim yetmay qolgan, lekin u ham ishlasa bo'ladigan savol edi va men 4 ta to'g'ri ishladim deb o'ylayman yopiq savollardan. Shuning uchun meni testim juda ham yaxshi chiqqan. 83 ball chiqqan. Maksimal deyarli. Yerostdan 4 ta savol hammasi to'g'ri chiqqan. Men Tursunmurodov Abdushukur kimyo fanidan A+ sertifikat egasiman. Tayyorgarlik jarayonida masalalarni ko'proq ishlaganmisiz yoki nazariyani ko'proq o'qiganmisiz? Tayyorgarlik paytida asosan masala ko'proq ishlaganman. Nazariy deyarli ishlamaganman, faqat o'tgan yili qiziqqan payti nazariy ishlaganman. Bu yil asosan nazariy ishlamaganman. O'zi nazariy daftarim bor. Asosan nazariylarni o'sha daftarga yozib olganman va o'shandan takrorlab turganman. Lekin nazariy test deyarli ishlamaganman. Test ishlaganda noto'g'ri javoblarni qanday tahlil qilar edingiz? Masala bo'lsa agar o'zim ishlab ko'rardim yechilish bilan yoki vaqt tejash uchun javobdan ishlab ko'rardim. Agar nazariy bo'lsa agar ko'proq o'tirib maslahatlashib ishlardik, rostini aytsam, test paytida. Chunki baribir foyda beradi bu narsa. Chunki kitobdan o'qigandan ko'ra baribir kimdandir eshitsa o'sha narsani miyada yaxshiroq qoladi. Siz uchun savollarning murakkabligi qanday edi? Sertifikat test asosan osonroq bo'lgandi, oddiy domla testlariga qaraganda. Chunki domlada qiyinroq testlar ko'p edi, qiyinroq testlar. Chunki masalan Ozarbayjon testlari yoki boshqa testlar ko'p edi. Shunga nisbatan sertifikat testi osonroq tuyulgan. Qiyinchilik bo'lmagan. Yaxshi natijaga erisha olmasam-chi degan xavotir bo'lganmi? Yo'q, mutlaqo bo'lmagan. Sertifikatdan chiqqandan keyin domlaga aytgandim, agar 75 dan past olsam agar apellyatsiyaga beraman degandim. Shuning uchun umuman xavotir bo'lmagan bu haqda. O'zimga 100% ishonganman. Sizdan keyingi tayyorlanganlarga bitta maslahat bersangiz, nima degan bo'lardingiz? Maslahat asosan domla doskadan nimani tushuntirib bersa, nima dars o'tsa,
o'shanga yaxshilab quloq solish kerak. Keyin bitta maslahat, masala daftar tutmaslik kerak, lekin nazariy daftar tutish kerak. O'sha domla nimani ko'rsatib bersa, asosan domla nazariyalarni o'zi tushuntirib, o'zi aytib beradi. Ana o'sha paytda o'sha darslarni yozib olish kerak daftarga. Eng muhim narsa shu. Masala faqat tushunsa bo'ldi, masala ishlanishini, boshqa narsa kerak emas. Yodlamaslik kerak. Masalani ko'proq ishlash kerak, lekin faqat masalani mazmunini tushunish kerak. Yodlab olib, usulini o'rganib olish shart emas. Fikrlab ishlash kerak masalani asosan. Masala ishlashda daftar tutmaslik kerak, yozib olmaslik kerak. Faqat yechilishini tushunib, o'sha narsani keyingi kelgan payti fikrlab ishlash kerak. Tamom. Boshqa gap yo'q. Assalomu alaykum. Men Mamatqulova Gulnoza. Hozirda 9-sinfda o'qiyman va A+ sertifikati sohibasiman. Sertifikat uchun tayyorgarlikni qachondan boshlagansiz? Men sertifikat uchun tayyorgarlikni 8-sinfdan boshlaganman va bu jarayon 2 yil davom etgan. Tayyorgarligim davomida esa sertifikat olishga ishtiyoqim yanada oshib borgan. Siz uchun eng qiyin mavzu qaysi edi? Men uchun eng qiyin mavzu bu kimyoning anorganika bo'limiga taalluqli bo'lgan oliy mavzusi bo'lgan va bu mavzuni to'liq tushunishim uchun esa ko'p mehnatim talab qilingan. Sertifikatdan oldin yaxshi natijaga erisha olmasamchi degan xavotir bo'lganmi? Sertifikat ola olmasamchi degan xavotir bo'lmagan. Chunki men 9-sinf edim va vaqtim ancha ko'p edi. Shuning uchun ham sertifikat imtihonidan oldin menda hayajon kuzatilmadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Kimyo fanini o'rganishda qaysi manbalardan ko'proq foydalandingiz? Kimyo fanini o'rganishda asosan ustozim sertifikat uchun tayyorlangan manbalardan foydalanganmiz. Masalan, bularga mutant testlar, variantlar va nazariy testlar kirar edi. Nazariy testlarni juda ham ko'p marotaba mashq qilib ishlaganmiz. Variant testlar olingandan so'ng albatta uni mutant qismi ham bo'lar edi. Bu mutant qismida esa xuddi o'sha masala faqatgina sonlari o'zgargan holatda tushadi. Bu esa har bir masalani mantig'ini yaxshiroq tushunib o'rganishimizga yordam berar edi. Sertifikat olishdagi eng so'nggi kunlaringiz qanday o'tdi? Sertifikatdan oldingi kunlar bu ko'p dars qilishimizni talab qiladigan kunlar bo'ldi va bundan oldin ustozimiz yordamida har bir savollarni ko'rib tahlil qildik va sertifikat imtihonida ham xuddi shu yo'nalishdagi savollar tushdi va bu savollar menga qiyinchilik tug'dirmadi. Ma'lumki, sertifikat imtihonida yozma ish qismi mavjud. Siz buni qanday bajardingiz? Men sertifikat imtihonida yozma ishdan eng maksimal ball, ya'ni 75 ballni qo'lga kiritdim. Sertifikatda yozma ishi 3 bosqichdan iborat bo'ladi. 41-savol, 42-savol va 43-savol. 41-savolda asosan sonlari qiyinchilik tug'dirganligi sababli yozma ishda bu sonlarni ifoda ko'rinishida yozishga harakat qildim. 42-savol esa asosan organik reaksiyalar yordamida tushadi va organikadan olgan bilimlarim sababli bu savollarni to'liq eshitdim deb o'ylayman. 43-savol esa analitik kimyodan tushadi va dissosialanish mavzusida yaxshilab o'rgangan savollarim tushdi desam bo'ladi. Bunda faqatgina moddalar haqida yodlash kerak emas, balki bu moddalarni amalda qo'llay olish ham kerak deb o'ylayman va bu yozma ishdan barcha savollarni epladim deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Men Egamberdiyev Abdulloh, kimyo fanidan A+ sertifikatiga egaman. Tayyorgarlik jarayonida telefondan foydalanganmisiz? Telefon hozirgi kunda yoshlardagi eng aktual mavzulardan, eng aktual muammolardan biri hisoblanadi. Menda telefon bilan bog'liq uncha ko'p muammolar kuzatilmagan, lekin Instagramni o'chirib yuborganman. Oxirgi bir oyda tayyorgarlik jadvalingiz o'zgardimi? Oxirgi bir oy mobaynida sertifikat darslariga nisbatan qiziqishim oshib bordi, hamda nisbatan ko'proq dars qilishga urinib boshladim. 2-3 hissa ko'proq vaqtimni kimyo faniga ajratishni boshladim. O'shandan keyin men natijam nisbatan yaxshiroq chiqdi. O'zingizni boshqalar bilan solishtirib ko'rganmisiz? Tabiiyki, bu holat hammada kuzatiladi. Menda ham xuddi shu holat kuzatildi, lekin imkon qadar solishtirmaslikka harakat qildim. Siz uchun savollarning murakkabligi qanday edi? Savollarning murakkabligi men uchun oddiy tuyuldi, sababi esa o'qituvchimiz bizga juda ham ko'plab testlar bilan mashq qildirgan edi. U savollarning oldida sertifikat savollari birmuncha oddiy tuyuldi. Shu natijaga erishib, o'zingizga nisbatan nima o'zgardi? O'zimga nisbatan deyarli hech qanday o'zgarish sezilgani yo'q. Menda o'zimga nisbatan bo'lgan ishonch doim bo'lgan edi. Faqat menga atrofdagilarning bo'lgan munosabati, atrofdagilarning reaksiyasi o'zgardi xolos.
Assalomu alaykum. Men Xo'jaguliyeva Aziza A+ sertifikat oldim. Biror mavzuga tushunmasangiz nima qilardingiz? Hammamizga ma'lumki, kimyo barcha uchun qiyin fan. Birinchi yil o'zlashtirishda hammaga qiyinchiliklar tug'diriladi, lekin asosan mavzularni dars vaqtida yaxshi o'rganishga harakat qilaman. Agar mabodo tushunmay qolsam, qo'shimcha xonalarda qolib, uy vazifalarini oxirigacha bajaraman. Keyin bunga bizga domlamiz yordamchilari yordam beradi. Tayyorgarlik davomida o'zingizni telefondan qanday cheklagansiz? Telefonga qiziqishim bo'lmagan. Uydagilar telefon olib bergan, lekin yana qaytarib berganman, chunki o'qishga kirish istagim juda ham kuchli bo'lgan va bilaman telefonga ko'p vaqt sarflagandan ko'ra mavzularni yaxshiroq o'rgansam, savollarni ishlashim oson bo'ladi. Shuning uchun telefondan voz kecha olganman. O'zingizni qanday ruhlantirgansiz? Ota-onamni menga bo'lgan ishonchi meni ruhlantirgan va domlalarimizni dars o'tishini ko'rib men energiya olardim. Agar o'qishga kira olmasam, men uchun qanchalar stress bo'lishini bilaman va shuni his qilmaslik uchun men harakat qilyapman va bu meni ruhlantiradi har doim. Siz uchun sertifikat jarayonidagi eng qiyin qism qaysi bo'ldi? Sertifikatga tayyorlanishning o'zi umumiy eng qiyin qism hisoblanadi, lekin sertifikat jarayonidagi eng qiyin qism bu 36 dan 40 gacha bo'lgan savollar. Asosan vaqt tugash vaqtiga to'g'ri keladi, titul bo'yash kerak va aynan o'sha 36 dan 40 gacha bo'lgan savollar ozroq murakkab bo'ladi. Shunda ozroq asabiylashadi odam, lekin hech narsaga qaramasdan, vaqtga qaramasdan davom ettirish kerak va tugatish kerak. Eng qiyin qism shu. Assalomu alaykum. Mening ismim Mamatqulov Sunnat. Kimyo fanidan A+ darajaga egaman. Uyda o'qish va darsga kelish nisbati qanday edi? Muntazam darslarga qatnashib turardim. Darslarda bu yerda do'stlarim bilan raqobat juda kuchli ketardi. Chunki raqobat bor joyda o'sish katta bo'ladi. Ammo darsga ko'proq kelib turish kerak, chunki darsga kelganingizchalik mavzuni yaxshi o'zlashtira olmaysiz agar uyda qolsangiz. Sertifikat oldidan oxirgi kunlari nimalar qildingiz? Sertifikat boshidan masalan ma'lum bir muddat bo'lsa, masalan 1 oy, 2 oyda maksimal bor kuchim bilan tayyorlandim. Oxirgi kunlari esa ko'proq tez ishlab, mavzularni ko'proq takrorlashga harakat qildim. Keyin oxirgi 1 kun qolganda esa o'zimni ruhiy tayyorladim va ozroq dam oldim. Tez ishlaganingizni noto'g'ri javoblarni qanday tahlil qildingiz? Tez ishlaganimizda noto'g'ri javoblarni ustozimiz bilan birga tahlil qilardik. Ko'proq noto'g'ri javoblarni tahlil qilish davomida biz tushunmagan narsalarimizni tushunib olamiz va o'zimiz uchun yangi bilimlarni kashf etamiz. A+ sertifikatini olish siz uchun nimani anglatadi? A+ olish birinchidan o'zimga bo'lgan ishonchni oshirdi. Kimyo fanidan A+ darajani olganimdan so'ng maksimal barni deyarli 40% ni to'plab qo'ydim. Kimyo fanini o'zlashtirishda qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Kimyo fanini o'zlashtirishda menda juda ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Chunki viloyatdan boshqa tumandan qatnayman. Bu yerda kelish har kuni soat darsimiz 2 da boshlanib, kechqurun soat 9-10 largacha ham cho'zilib ketgan vaziyatlar bo'lgan. Lekin o'sha vaqtni tashlab ketmasdan shu bor kuchim bilan tayyorlangan. 1-yanvar oyida bo'lib o'tgan sertifikatda B+ darajani olganman. O'sha vaqtda 29 sonlik natija yetadi deb tashlab ketganman, lekin mart oyida juda ko'pchilik bolalar A+ darajani qo'lga kiritishgan. Keyin men esa may oyida bo'lgan sertifikatda boshqatdan kirib A+ natijani qo'lga kiritdim. Uning uchun 1 oy kelib tayyorlandim. Agar ushbu videomiz sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiring. Bizning A+ sertifikatga ega abituriyentlarimiz faqat bular emas. Agar sizga qiziq savollar yoki siz bilmagan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi sonlarimizda bu haqida savollarga javob beriladi.